Bu mani mushugim Barsik mana o'tiribdi. Bilmadim, shular nimani o'ylarkan, nima deb o'ylaysizlar? Qorni to'q, eni but, issiq uyda yotibdi. Ko'chaga chiqib, mana ko'cha mushuklariga o'xshab, bugun qayerdan ovqat topib yesamikin? Bugun qaysi axlatxonaga borsamikin? Kim uydan ovqat topib chiqarkan deb o'ylamasa kerak shular. Shular nima deb o'ylaysizlar? Shular baxtlimikin, yo'qmikin biza bilan? Birov urmasa, birov so'kmasa bularni, birov bularni mushugini pishtimasa, xohlaganini yeb ichib, xohlagan xonasiga kirib, xohlagan narsasini sindirib, xohlagan joylarini timdalab yurishibdi. Uyimda bittayam normalniy joy qolmadi. Devorlarni timdalab tashlashgan, tirnoqlari bilan pardalarimni yirtib tashlashgan. Mehmon keladigan holini qoldirishmagan pardamizni. Mana o'tiribdi. Ro'xatbat mana shunaqa o'tirishini ko'rsam, nimadandir xafami bo'ladi deb o'ylab qolaman. Bir qarasangiz xursand bo'lib qoladi. O'tirishini qarang buni. Nimani o'ylayapti shu? Kim biladi? Etinglar nimani o'ylayapti shular? Shularning yuragida nima g'ami, nima tashvishi bor a? Produktda qilaman demaydi, uyga to'lov qilaman demaydi. Nimani o'ylayapti shular? Qaranglar buni o'tirishini. Qaranglar. Mana